Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Assalomu alaykum Qadamjoy Jangolar YouTube kanali kattaluvchilari. Amansizlarmi? Bugungi kunga 31-iyul 2024-yil. Buni men orqamda turgan, jarqirab turgan eng so'nin BM'ni ko'ratasizlarmi? Bu жаңа açılgan, janadan beri sizler ko'rib жатқан reklamaning başlanışı. Hurmatli ko'ruvchilar, men hozir sizlarga o'zimizning Qadamjoy rayonina qarashli Qalmyon Is'hoq bo'layotgan ayol hukumatining Shadi uchastkasida turaman. Tün bir vaqt bo'lganini qarabasdan biz ushul yerga keldik. Sebebi men orqamda turgan bunavi yaxshi eng son oxirgi markadagi tulparlar ushul yerga yerning xizmatini olish uchun kelishgan. Bu yerda qanday xizmatlar ko'rsatiladi? Janodan beri sizlar ko'rib turgan bunavi mashinalarni, avtounalaringizlarni bu yerga kelib, ayneklerini qaranglatib, so'nin oxirgi markadagi plyonkalar bilan qaranglatib, jana mashinalaringizlarni, avtounalaringizlarni shunday jarqiratib, jaltiratib, so'nin qilib жаңы бойдан qilishga mumkinchilik bor tuzilibdir. Dağı bu yerda bundan tashqari ushul avtounalaringizlarni VIP moyka deb aytishadi balдар. O'zimizning tilda aytganda mashinamizlarni, avtounalaringizlarni bugun ertaga bozorga olib borib sotmoqchi bo'lsangizlar, ushul yerga kelib, haq toza qilib, so'nin qilib, kimchiskali, kimyali qarajotlar bilan judirib, salonlarni жаңыдай qilib, bugun olgandagıday qilib, zavoddan bugun chiqqandagıday qilib, judirib ketsangizlar bo'ladi ekan. Dağı bu yerda sizlar uchun qo'shimcha xizmat shunday avtounalaringizlarning ko'zlarini, bunday aytganda faralarini jaltiratib, sarg'ayib ketgan bo'lsa, tap-toza qilib, jaltiratib, kechasi qarang'ida yurganda yaxshi ko'rinib turganda jarq berganday qilib o'ngdab olsangizlar bo'ladi ekan. Ushul darakda sizlarga aytib o'taylik, Qadamjoy rayoni Is'hoq bo'layotgan Murda Qalmyon ayol hukumatining Shadi uchastkasi. Bu yer Qadamjoydan Batkenga qarab o'tgandagi cho'ng trassaning bo'yinda.